Geht's noch lauter? Das ist widerlich. Bu yaşangan kişi asli Tina'nın boğusu bulup, Jersey olamdan ötkenden keyin divanglik keslik kirip tabıp qalgan edi. Şuna doim mushundaq benormal ishlarni qilib turadi. Bir kuni Tina dadisi bilan birlikda boğusini yo'qlab keladi. Dal bu paytda bu boy nereden topdiki ish qilib bir qurolni qo'liga elib, uyning ichini qalaymqon o'q chiqarishga boshlaydi. Oğlu çaqqallık bilan dadisining qo'lidagi qurolni tatib oladi va dadisining ahvolidan andish qilib, uni o'z uyiga akitib birga turmoqchi bo'ladi. O'lib ketgan Jerseyga bo'lgan aslimlarga qiyolmagan boy, uydagi ko'n oila aslalarini o'g'lining uyiga birga to'shib ketadi. Ammo kelini bu ishlarni faqat qabul qilmagan edi. Entweder kommt dieser Schrott in die Scheune oder in ein Zimmer. Und zwar nur da rein. Degandek ilib kelgan hamma jabduqlar boyning tor uyiga yutkab qo'yilgan edi. Tamoq vaqtida boy tamdagi rafiqasining rasmiga qarag'incha to'xtamay og'zini chaqildatib o'tadi. Ikkinchi kuni boy televizor ekranidagi go'zal qizga qarab cho'q-cho'q qilib o'tadi. Kelin bekor yurgan boyga qarab qo'rovdagi shoxliqqa birdam qarab qo'yib, boyning qo'rovdagi shox shumbularni kesib tuzab qo'yishga buyurdi va faqat 10 santilik asli yetarlik bo'lganligini aytadi. Boy gerçi divan bo'lsa-mu, ishga kelganda to'limi astoydil edi. U bu qo'llarni yer yuzidan 10 santi egizlikda qilib takishga kesib etdi. Bu vaqtda ishdan tushib uyga kelayotgan kelin bu ahvolni ko'rib cho'chib ketadi. Ich kürze das grüne Ding da. Ich habe gesagt 10 Zentimeter! Exakt. Also, wenn du mich fragst, finde ich sie höher viel schöner. Soll ich den Teil hier lieber stehen lassen? Oder soll er ab? Deine Entscheidung. Bunchalik egizlikdagi baroqning o'sishiga oz degandimi 5 yil ketadi. Kelin ochchig'ini tomoqdan ilib oladi. Bir kuni er-xotin ishga xizmat sababidan komandировкаga chiqib ketadigan bo'lib qoladi. O'g'il amalsiz dadisiga navrisi maktabdan qaytganda ilib va uni ilib balla doktorxonasiga ko'rsatib kelishganligini toplaydi. Voy bu ishni to'liq muhim ko'rib, maxsus daftarga yozib xotirlab oladi. Ammo afsuslanarli shuki, ikkinchi kuni voy bu ishni pak-pakiz unutib qolgan edi. O'g'isining kelishini saqlab bo'la olmagan Tina o'z berib doktorxonaga ko'rindi. Ketishdan burun Tina doktordan nimaning divanglik kasal ekanligini so'raydi. Tashabbuskor doktor Tinaga divanglik kasallik bo'lganligini dastlabki bosqichda bir qism ishlarni xotirasidan chiqarib qo'ydiganligi, kasalning ig'irlashishiga ergishib, texmi ko'p aslimlarni unutib qoldiganligi, toki oxirgi bosqichga borganda tamoman hammani unutib ketadiganligini aytdi. Hamda bu xil kasalni davolab saqaytquni bo'lmaydiganligini eskartdi. Agar bu xil bemorni rohat his qilsin desanglar, ularga bir ishni tepib vazifa qilib topshirib berishing kerak. Chunki bunda qilganda ularga mavjudlikning qimmatini his qildirgani bo'ldiganligini aytdi.